Erkak kishi uchun eng yaxshi shifo, eng yaxshi sanatoriya bu uning ayoli hisoblanadi. Chunki ayol yaxshi bo'ladigan bo'lsa, soliha bo'ladigan bo'lsa, u lecheniya olish shart emas erkak kishi. Sanatoriyaga borishadi. Chunki davoda bu. Har kuni yoningizda u shifo beradigan davo. Qarasangiz ham shifo topaverasiz. Taom yeysiz ham hamma yo'g'i shifo. Endi erkak kishi uchun eng zahar, eng yomon zahar ham, dori ham bu uning ayoli hisoblanadi. Chunki boya aytganimizdek, har kuni birga. Kunda ozginadan zaharni berganda ham erkak kishiga ayoli. Uzoq 5 yilda, 10 yil yo asabingiz ketadi, yo sahar bo'ladi, boshqa kasallarga uchraysiz. Ayol kishi agar eriga shifo bo'laman deyotgan bo'lsa, itoatkor bo'lsin, xo'p bo'ladi degan so'zi erkak kishiga ko'p malham bo'ladi. Har bir narsaga malham bo'ladi. Gap qaytarishligi, ko'ziga tik boqishligi ayol erkak kishiga bo'lgan. Bu zahardan-da yomon. Bu yuraklarni teshadigan qarash bo'ladi, gap qaytarish bo'ladi. Erkak kishi uchun ayoli yoki shifo yoki zahar